Men ilonlar orolida qolib ketdim va buni qaranglar, bu yerda ilonlar juda ko'p. Biz bu yerda sizlar bilan dahshatli olishuvlarni va tajribalarni ko'ramiz. Agar sizlarga ushbu video yoqsa, Mosh Times kanaliga obuna bo'ling. Bu yerda biz hatto akulalar bilan suzamiz. Va biz hamma narsani qilamiz va biz bu yerdan boshladik do'stlar. Bu yerda juda ko'p hayvonlar bor. Qani ketdik. Ko'raylikchi nima bo'larkan. Sher, arslon, voy xudoyim. Bu yerda biz bir kun yotib qolamiz. Ular esa bizni poylamoqdalar. Voy xudoyim, bu yerga yana buni ham osib qo'yamiz. Kallang joydami, Mr. Beast? Ha, joyida. Qani ketdik do'stlar, nima bo'larkan. Voy xudoyim. Sherlarning ko'nglida nima o'tganligini bilmadik-ku, ammo ular qo'shni bo'layotgan edilar. Voy xudoyim. Ular nima qilyapti, Jimmy? Bu yerda ikkalasi ham turibdi. Voy xudoyim. Nima bo'lyapti? Men qo'rqib ketyapman. Ya? Bular ham tashlanmoqda-ku. Voy xudoyim. Biz sherlar tomonidan qoplanib qoldik. U faqat bizga qarayapti. Kelyapti. Juda qo'rqyapman. Voy xudoyim. Voy, iltimos yordam beringlar. Voy! Va ular bu yerga yaqinlasha olmadi, chunki ular jur'at qila olmasdi. Va biz bu yerda 4-eng dahshatli 3-ikkinchi va undan so'ng nomer 1 darajadagiga kelamiz. Bu yerda ilonlar sanoqsiz bo'lyapti. Ammo birinchi mana bu yerdan boshlaymiz. Ha do'stlar, 4-sarguzashtimiz. Va xudoyim juda ham qiyin. Bu son judayam g'alati. Va charchamanglar do'stlar. Voy xudoyim, ketib qoldi. Hammanglar qo'rqma. Voy xudoyim. Qo'rqma debman. Voy xudo. Nima qilyapmiz, a? Ha, tiling aylanmay qoladi. To'g'ri aytasan. Qani ketdik do'stlar. Va biz bu yerdan mana bu yergacha chiqishga ahd qildik. Voy xudoyim, men chiqib ketyapman. O'zimni saqlab qoldim. Xudoga shukr. Voy xudoyim. Qani ketdik do'stlar. Qani ketdik. Voy xudoyim. Do'stlar, tushib ketmaymizmi? Yo'q, do'stim, xavotir olma. Qani ketdik do'stlar. Oho. Qani ketdik. Voy xudoyim. Voy xudoyim. Voy. Qani ketdik do'stlar, bo'la qolinglar. Pastga qarasang. Ko'z yo'layib ketadi. Juda qo'rqasan. Pastga qaramaymiz. Pastga qarashga intilmaymiz do'stlar. Qani ketdik, biz maqsadimizga yetamiz. Chiqib olamiz do'stlar. Mana ko'rasizlar. Tezroq chiqib ol. Va biz eng xatarli joydan 3-siga keldik. Bu yer o'lim ko'chasi deb ataladi. Chunki bu yerda cheksiz odamlar vafot etgan. Bu yerning yo'llari dahshatli, sirpanchiq va o'ta qaltis yo'llar. Hukumat buni taqiqlab qo'ygan, ammo Mr. Beast vaqtinchaga ruxsat olgan va ular bu yerda dahshatli 300 o'limni kuzatgan ekanlar. Hammaylar bu sekretimiz edi. Mayli, keting do'stlar. Biz uchun hech narsa emas. Bu juda g'alati. O'lim yo'lagi. Kelinglar uni o'lim yo'lagi demaylik. Xatar yo'lagi deylik. To'g'ri aytasan. Juda ham chiroyli eshitilmaydi. To'g'ri. Men yo'qman. Va biz bu yerdan zo'rg'a mana bu yerga 3-gacha borishimizni rejalashtirganmiz. Bu yerdagi joy juda ham biz tushib ketmaymizmi, ahmoq? Haydama, to'xtat, menga jonim kerak. To'xtat, voy xudoyim. Bu yerda biz to'xtashimiz kerak. To'g'ri aytasan. Noa, bizga boshchilik qilasan. Ha, albatta. Ehtiyot bo'l, pasingga qara va tushib ketasan. Voy xudoyim, nimalar deyapsan? Voy, o'tib ketay. Men senlarning yo'lboshchingman. Agar shu yerdan to'g'ri tushib ketsak, qanday bo'lar ekan? Juda ham chiroyli manzara. Bu yerdagi suv to'ppa-to'g'ri borib, qayerga o'tadi deysan? Qani ketdik. Ketdik.
Va nihoyat. Chiqib oldik. Endi biz bu yerdan ikkinchisiga borishga tayyorlanyapmiz. Va aytib o'taman, Mr. Beastning yangi shokoladi paydo bo'ldi. Yo'q-e? Mening yangi shokoladim. Mr. Beastning ushbu shokoladini havolalarda, ya'ni yana deb yozilgan joyda ko'rsatib o'taman. Bu yerda uning agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, shokoladi mavjud. Havolasi bilan sotib olishingiz mumkin. Ajoyib shokolad. Qani yeb ko'rmagan bo'lsang ham. Qani keting do'stlar. Bu yerdan chiqib ketish juda qiyin. Yuragingni o'ynatib yuboradi. Ushbu shokolad juda ham mashhur bo'lib ketmoqda. Hatto qishda ham kam qoldi. Shokolad yeganda yo'lingga qarasang-chi. Qara yo'lingga. Menga qarama. Mr. Beast. Yemek ketyapmiz. Shokoladni ko'rsataverma, Mr. Beast. Ketdik. Va bu yerdan biz hamma narsani to'laymiz. Shokoladni hatto Mr. Beast maxsus fermerlarga ishlatar ekan. Boshqa joydan olmaydi. Demak, bu degani shokolad sifatli do'stlar. Va biz 3-eng qiyin joyga keldik. Nova endi sen bizning haqiqiy dahomizsan. Qani, Xudoyim, tezroq o'taylik. Shokolad bu paytlar dam beradi. Miyani charchatmaydi. To'g'ri aytasan. Ayniqsa Mr. Beast shokoladi Feastables.com. Walmart kabi boshqa narsalarni ham albatta havolasini qoldirib ketaman. Albatta buning uchun videoning yana degan tomoniga o'tib ketasiz. Va biz endi 3-dunyodagi eng xatarli joyga keldik. Bu yer, voy xudoyim, nima deb ataladi? Bu yerga biz qafasiz tushamiz, chunki bu yer akulalar bog'i deb ataladi. Bu yerda akulalar son-sanoqsiz bo'lgani uchun odamlar kirishga yo'lamaydi. Voy xudoyim, qanday tushishga jur'at qildim. Meni yeb qo'yadi. Voy xudoyim, men tusha olmayman. Tushasan. Nova, tushasan. Akula menga gapirdimi? Yo'qol, tushasan. Nova, tez kel. Men qo'rqoq emasman. Tez kel, bo'la qol. Bu yer mazza ekan. To'g'ri aytasan. O'ljalarim, to'g'ri aytasan deganday bo'ldi u mening qulog'imga. Nova, bunchalik qo'rqoq bo'lma. Va biz endi ikkinchi dahshatli joyga keldik. Bu yer bu yerdagi suv dahshatli tepalikdan tushadi. Bu yerdan tushib ketish hech gap emas ekan. Biz juda ham qiynalsak kerak. Mayli do'stlar, qani ketdik. Yaxshi do'stlar, biz ketdik. Do'stlar, bu yerda chakana joy emas va men buning uchun dunyodagi eng yaxshi odamlarni olib oldim. To'g'ri aytasiz. Va ular bizning yo'lboshchiligimiz qiladi. Qani do'stlar, ketdik. Pakana boylar. Va biz pakanalarcha, voy. Men pakana emasman. Voy, Mr. Beast senga mazza qilibdi-da. Menga mazza. Voy. Qani, tez. Qani ketdik do'stlar. Va bu yerdan biz ajoyib manzarani ko'ryapmiz. Juda ham mazza qilyapman. Men ham tushib ko'raychi. Shu yerda o'zimni tashlashga tayyorligimni bilasizmi? Tavba qildim. Nima deyapsan, do'stim? Men rostini aytayotgandim. Biz bu yerdan ushbu dahshatli joyga keldik. Yomg'ir yog'yapti, endi tushib bo'lmaydi. Endi eng qo'rqinchli joyga aylandi. Buni qaranglar, dahshatli suv bizga tushadi. Bu yer suvni ifloslantiradi. Bu yerdan tushib ketish tugul, bu suvga cho'milish ham tanani dahshatga aylantiradi. Men shu yerdan tushishimni bilasammi? Yomon fikrchi. Boyagida men bu yerni cho'mmoqchilikni aytgandim, ammo endi voy xudo, ketganimiz ma'qul. Tezroq do'stlar. Vaqt ketmasdan ketaylik. Va biz bu yerda ham maza qildik. Ammo bu yer voqeaga aylandi qoldi. Endi qanday bo'lamiz do'stlar? Men boyagida cho'mlaman degandim. Endigi gapimni qaranglar. Tezroq. Voy, esingizdami va kulganimni? Endi men boshqa qilmayman.
Agar men tushib ketsam bu yerda bu videoni YouTube'ga joylayveringlar. Hazilsiz. Juda hazillashasan-da. Va Mr. Beast va uning yo'ldoshlari eson-omon bu yerdan o'tib. Yaxshi. Va bu videoda biz endi eng qo'rqinchli joyga, bizni juda xavotirga solgan ushbu orolga keldik. Ammo siz o'ylaysizki, dunyodagi eng qo'rqinchli joy bu yerda, butun yerda ilonlar bor deb. Ammo unday emas ekan do'stlar. Hayır. Va biz yetdik. Oho, ketdik. Bu yerning har birida millionlab ilonlar bor deb o'ylaysiz. Ammo bu ilonlar faqat yer tagida emas. Biz boya ko'rsatganimizda bunday emas edi. Ilon ammo sizning o'lchingizni ishlasa, sizni bir soniyada kasal qilib qo'yadi. To'g'ri aytasan. Ketdik do'stlar. Siz bu yerni bilmaysiz. Bu yerda tirik jonzotlar qolmagan. Faqat ilonlar mavjud. Qani, qo'rqinglar. Biz bu yerni tadqiq etamiz. Bu yerdagi barcha jonzotlarni ilonlar o'lgan. Shuning uchun ular endi yerda emas, balki ularning hammasi daraxtlardagi qushlana oladi. Shu yerga ham Minecraft'ni qo'yib o'tirsan. Mr. Beast. Mr. Beast Minecraft'ni yaxshi ko'radi. Hammaning yaxshi ko'rgan o'yini Minecraft. Va sizga keldik. Qarang, juda qo'rqib ketyapman. Bu narsa ko'pchilikka shifo bo'ladi. Bitta buning zahri juda ko'p bemorlarga foyda bo'ladi. Bizga bu kerakli narsa. Buni maxsus qutichalarga solamiz. Qani, qo'lingizni oling. O'rganib ketganmiz. Voy xudo. Qochib ketdi. Mayli. Voy xudoyim, sizni qo'yib yuborgansiz. Bo'ldi, yig'ishdamiz. Qani, ketdik do'stlar. Bu yerdan yurish juda qiyin. Xavotirli. Do'stlar. Ilon. Bu ilonga endi pan bermaymiz. Mana senga. Tezda joylab qo'yamiz. Qancha ko'p topsak, shuncha ko'p insonlar hayot bo'lib qoladi. Va bu yerda doktorlarimiz bemorlar uchun ajoyib dorilar tayyorlaydi. Juda ko'p besh uchun foyda. To'g'ri aytasiz. Qani ketdik do'stlar. Hammamiz yaxshilik uchun. Inson u yerda yaxshilik uchun yashash kerak. To'g'ri aytasan. Aytgancha do'stlar, hech qachon aytmagan sirimdan. Mening Mr. Beast'ning Jimmy. Bilib olinglar, Jimmy. Mr. Beast man. Lekin meni Mr. Beast emas, Jimmy chaqirsangiz ham bo'ladi. Qani keling do'stlar. Endi chiqqanda qo'rqinchli bo'ladi. Biz kirib ketamiz va tun sayin ilonlar bizga qarab turgan bo'ladi. Eng qo'rqinchli joy deb aytilgan. Xudoyim, men turganni tasavvur qilmang. O'zimning yoshida va biz bu yerda eson omon chiqib do'stlar. Biz bu yerda ko'p turdik va turli sayohatni sizlar bilan amalga oshirdik. Agar ushbu videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling do'stlar. Ushbu sifatli videolarni sizlar bilan tayyorlaymiz.